Navoiyning Xatirchi tumanida sodir bo'lgan bu voqea barchani larzaga soldi. 5 oylik chaqaloq hali hayotni endigina taniy boshlagan. O'z dardini faqat yig'i orqali ifoda eta oladigan norasida jon edi. U shafqatsizlarcha jim qilindi. Gap shundaki, go'dak yig'layotgani sababli ota tomonidan uning og'ziga paypoq tiqilgan. Natijada bola nafas yetishmovchiligi oqibatida ko'kara boshlagan. Shundan so'ng ona tomonidan chaqaloq zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgach, shifokorlar uzoq muddat uning hayoti uchun kurash olib bordi. Biroq oradan 5 kun o'tib, chaqaloq shifoxonada vafot etdi. 10 yanvar kuni kechasi taxminan soat 24:00 atrofida bir bemorni olib keldi. O'ta og'ir ahvolda klinik o'lim holatida olib keldi. Yurak va nafaslari to'xtaganda o'pka yurak reanimatsiyasini o'tkazdik. Bemorda shundan so'ng yuragi tiklandi. Bemorda 4 kun davomida shu bolalar reanimatsiyasi bo'limida standart asosida lechinalarni o'tkazdik. Kerakli mutaxassislar ko'rdi. Shunga qaramasdan 14-yanvar kuni kechqurun soat 22:00 atrofida bemorimizda biologik o'lim holati kuzatildi. Shundan so'ng ichki ishlar xodimi chaqirildi va murdani ekspertizaga o'tkazdik. Jurnalistik surishtiruvimiz davomida ushbu oila yashaydigan hududga bordik. Mahalla vakillari tomonidan ta'kidlanishicha, ayol zolim otaning shar'iy nikohiga olingan ikkinchi oilasi. Avvalgi oilasida ham mushtumzo'r ota tomonidan farzandlariga doimiy zulmlar ko'rsatilgan. Mahalla yettiligi erkak bilan ko'p marotaba profilaktik suhbatlar o'tkazgan va nazoratda bo'lgan. Mening bir qiz, bir o'g'li bor. Birinchi turmush o'rtog'idan. Bu ikkinchi turmush o'rtog'idan 2 o'g'li bor. Mahalla tomonidan unga qo'riqlash taftish tugmasi qo'yib berilgan. Doimiy nazoratda unga tarbiyachi tayinlangan. Bu xonadon bo'yicha biz mahalla yettiligi, mahalla oqsoqollari bilan bu xonadon bizning nazoratimizda bo'lgan. Lekin yana bir bor aytayapman, bu noxush xabardan biz tasodifan bir holatga tushib qoldik. Sodir etilgan ushbu ayanchli holatda gumonlanuvchiga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanmoqda. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchi fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ayni paytda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz go'dakning onasi bilan ham suhbatlashdik, ammo u audiosi va videosini ochiqlashimizga qarshilik qildi. Uning shaxsiy huquqlarini hurmat qilgan holda bu jarayon efirga uzatilmadi. Undan jaranglagan yagona so'z pushaymonlik bo'ldi, ammo bu pushaymonlik guvohi bo'lganingiz kabi bir norasidani hayotga qaytara olmaydi.